oyda 1.255.000 daromadiga 1 soat davomida 14.693 ishladim. Men O'zbek Investuzga 1.595.000 tashlab 20 million yutib oldim. Bu o'yin ishonchli ekan. Investuzga 1.255.000 pul tikib, daromadga 1 soat ichida 14 million Sinatjon Tradingga 14.693.000 pul yutib oldim. Ishoning, bu rost ekan. Investuzga 1.255.000 tikkan edim. 1 soatda 14.693.000 so'm yutuq chiqdi. Hammalaringizga rahmat. Firibgarlik qilgan shaxsga qanday jazo bor? Ko'ryapsizmi? Dod deydiganga. Musulmon bo'lmay o'l o'shnaqa mashinnilar harom bo'lib. Endi qattiq ham gapirish kerak-da. Qo'lini ko'ksiga qo'y, hojaka qilib itarib ketadi deyapti. Xuddi imенно biz adresda aytgan, hozir aytkim kelmayapti. Diye aytdim-da, yo Allohim, oxiri gapirib yuborishibdi. Muomalani ko'rsangiz, avliyo deysiz. Tarqab ketdi. Bitta bolacha bir odamni yaxshi bo'lib ketganligi haqida hikoya tarzi aytib berdi. Yaqinda o'sha bo'lgan voqea ekan. Yahudi bilan musulmonning orasida bo'lgan voqea edi. Yahudiyni uyda ishlab pulni bersa bermasdan ketkazib yuborgan, akasiga borib aytsang beradi degan, akasiga borgan, bir 50 xat bergan, olib borib ko'rsatsang pulni beradi degan, xatni bergan, xatni rasmga olgan. Bu bola nima deb yozganligini o'qiy olmagan, o'zidan tilda yozgan ekan. Keyin xullas o'qib vaqt ma'qulingni berib yuborgan. Keyin bittasidan tarjima qildirsa, akasi ukasiga yozgan ekan. Sen nima birovda haqqini bermaydigan musulmon bo'lib qoldingmi degan ekan. Azli bu dod deydigan gap bu. Ko'ryapsizmi? Dod deydigan gap. Musulmon bo'lmay o'l o'shnaqa mashinnilar, haromxo'rlar. Endi qattiq ham gapirish kerak-da. Mana hozir nechta odam pulini firibgarlar olib ketgan, yeb ketgan. Yinalab topgan pulini bitta ochig'ini aytganda haromxo'r deydi bularni. Haromxo'r degani forchasiga harom yeydigan odam degani. Yinalab topgan pulini bitta mashinni olib ketgan, 10 ming, 20 ming, 50 ming dollar pulni bermayapti. Hech qanday yozuv sizda yo'q, labziga ishongan. Xollaganingni qil deyapti. Ey, qiyomatga qolmasin, qolaversin deb ko'ryapsizmi? Qiyomat shu darajada yengil hamlaydigan bo'lib qoldi ummat, musulmon. Chunki men ko'p aytamanki, din faqat to'pga kelish, namoz o'qish emas, din azizlar. To'pni namozni o'zi bilan odam jannatga kira olmaydi.